sadaqat bilan bo'lishini o'zining tüp nishoni o'ziniki yo'li deb belgiladi. Biz yana o'zimizning ipi qaytib keldi. Yağmurluq kecha Langshan Mərtlər sarayınınki Aqı uyda Çogey bir ko'zi zərlik o'qiyadi, yaralangan peti yatıdı. Şu çağda Li Kui, Wusung, Kaplanbaş, Lingchong, Yeltapan Dezong qatarlıq nurgun, sərxil atamallar Çogey'nin peşidişi qilib, Çogey'ninki en ahirki vəsiyetiga quloq silib tuğan çağda men buni Müştürüziyat teatrini birinchi qitim ko'rgan chaqda meni müşerim manga ta'sir qilgan. Masalan, bunun oldin nurg'un qismlarda Çogey necha qitim Sunjang birinchi qitim taq chiqqanda olsun, Sunjang Çogey'ning sababidan bu ayaqi to'qilini o'ltirib qo'yib paland bo'lgan chaqda, Langshandan o'tgan chaqda Sunjangni qutuldigan vaqt olsun, Çogey necha qitim xalq olamning oldida o'zininki mushu atamallık birinci o'rnini Sunjangga o'tkazib berishni necha qitim o'ttirib qo'ygan. Sunjang necha qitim rad qilgan. Demak, kino mishak keldi. Ma'ni mishak keldi. Hozir Çogey o'lmoqchi. Nurg'un atamallar, shuna qator Sunjang naq maydonda eng oxirgi vasiyatni saqlab turgan chaqda Çogey nim dedi? Bütün o'qirmanlarning, ko'rarmanlarninki o'ylamagan bir gapni o'tirib qildi. Aslida bizninki bu uchun manganda, kinoning olsun, kitapning beshi uchun manganda Çogey nim deyish kerakdi? Men o'lgandan keyin Langshanning atamallık o'rni inim Sunjangga qolsin deyish kerakdi. Chunki hayot vaqti necha qatim o'tinib berdi-da. O'z hayot vaqtida. Lekin Çogey mana shu halqiliq vaqtda vasiyatni bunda qoldirdi.